Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 30 va 31-iyul Qashqarda ikki qitim Xitoy soqchi va puhralarga hujum qilish voqeasi yuz berdi. Doirlar voqeada o'lganlarning 18 kishiga yetganligini e'lon qildi. Bu haqda hozirgacha oshkorlangan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 30-iyul Qashqardagi Anadiyor doktorxonasi oldida avtomobil portlash voqeasi yuz bergan. Xitoy axborotlari dastlabki tarqatgan xabarlarga qaraganda 30-iyul ikki Uyg'ur yosh Qashqarda ko'chman Xitoylar to'plish bozor shakllantirgan Yangi bozor rayoniga avtomobil bilan hujum qilib, 8 Xitoy puhrasini o'ldirgan va 28 nafarni yarda qilgan. Bu ikki qitimliq voqeada bir qism Uyg'ur hujumchilarning o'ldirilganligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, lekin jami qancha odamning o'lganligi, yaralanganligi hozirgacha muqim emas. Qashqardan kelgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari voqeadan keyin Qashqardagi butun yo'l egizlarini qamal qilib, kimlik tekshirishga boshlagan. Uyghur Milliy Harakati rahbari Rabiya Qadir xonim radiomiz ziyoratini qabul qilib, Xitoyning hujumchilar ustidagi ayblashini rad qildi. 30 va 31-iyul Qashqar shahrida yuz bergan Xitoy soqchi va puhralarga hujum qilish voqeasi haqida 1-avgust Qashqar viloyatlik partkom va Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat ayrim holda bayonot e'lon qilib, hujumni zo'ravonlik va terrorlik harakati deb aybladi. Bu munosabat bilan Uyg'ur Milliy Harakati rahbari Rabiya Qadir xonim radiomiz ziyoratini qabul qilib, Xitoyning hujumchilar ustidagi ayblashlarini rad qildi. Javobgarni Xitoy hukumatining siyosiy va Xitoy hukumati deb qarayman. Atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayon rahbarlari va shu yerdagi soqchi organlar va yerlik Qashqarning soqchi organlari, qonun organlari nahaq odam tutganlar va shu odamlarning og'izlarini anglamaganlar behuda o'lgan xalqning har ikki tarafning javobgari oshlar deb o'ylayman. Hujumchilarni shu xil qarshilik yo'liga majburlangan kishilar deb atagan Rabiya Qadir xonim hujumda har ikki tarafdan o'lganlarga Xitoy hukumati javobgar bo'lishi kerak deb ko'rsatdi. Bu yillik Muborak Ro'za-i avgustning 1-kuni boshlandi. Egallashimizcha Uyg'urlar bu ro'za-ni faqat iqtisodiy besim bilan emas, balki yana og'ir siyosiy va ruhiy besimlar ichida boshlagan. Qashqar Seriqbo'yi bozoridagi bir Uyg'ur ayol vaziyatning ilgarikidan chingligini, buningda Qashqarda 8-oy kirgandan buyon yuz bergan voqealarning ta'siri borligini ehtiyotkorlik bilan tilga oldi. Qashqar tavasidagi bir Uyg'ur dehqon navbatdagi qiyin vaziyatni qisqacha tushuntirib, kirim o'rlamadi, biroq mol bahosi o'rlab to'xtamadi deydi. Xitoy doiralari Qashqar Yangi bozor voqeasiga chetishligi borligini ilgari surib, tutush buyrug'i chiqargan 2 yoshni Qashqar shahar atrofidagi bir shalliqda etib tashlagan. Xitoy soqchi doiralari Muhammad Ali tilib oldi va Tursun Hasanning 30 va 31-iyul kunlari yuz bergan Qashqar Yangi bozor voqeasi bilan chetishligi borligini ilgari surib, bu Uyg'urlarni tutib berganlarga 100 ming yuandan mukofot berilganligini e'lon qilgan edi. Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonidagi hukumat bayonotchisi Xu Hamin dushanba kuni Qashqarda muxbirlarga Muhammad Ali tilib oldi va Tursun Hasanning Xitoy amonlik kuchlari tarafidan Qashqar shahar sirtidagi bir shalliqdagi to'qinishda etib o'ldirilganligini bildirgan. 27-iyuldan boshlab Gollandiyada o'tkazilgan Dunyo Uyg'ur yoshlarining erkinlik lo'nqisini talish futbol musobaqasida Gollandiya Uyg'ur yoshlar partiyasi komandasi Shvetsiya Uyg'uriston komandasini yengib chempion bo'ldi. Üçüncülükni talish uchun musobaqalashgan Germaniya FC Uyg'ur komandasi bilan Fransiya Tarim komandasi ichida Germaniya komandasi yengib 3-chi bo'ldi. Natijada Gollandiya 1-likni, Shvetsiya 2-likni, Germaniya 3-likni oldi. Musobaqa intayin hayajon va iftixorlik ilkida oyoqlashdi. Musobaqada tutib chiquvchilarga Dunyo Uyg'ur qurultayi tayyorlagan har xil darajadagi lo'nqilar tarqatib berildi. Uyg'urlar dushanba kuni Xitoyning Avstriya poytaxti Vinadagi bosh elchixonasi oldida namoyish qilib, Xitoy doiralarining yaqindan buyon Xotan, Qashqar qatorliq joylarda yurgizgan zo'ravonlik harakatiga norozilik bildirdi. 20 necha kishilik namoyishchi Uyg'urlarga demokratiya, kishilik huquq, Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilish to'xtatilsin degandek lozunkalarni ko'tarib, Xitoyga qarshi shuarlarni to'ladi. Bu Uyg'urlarning Avstriya poytaxti Vinada Xitoyga qarshi elib borgan tunji namoyishidir. 30 va 31-iyul Qashqarda yuz bergan voqealar Qashqardagi Xitoy puhralari orasida vahim paydo qilgan. O'zining Qashqarda tug'ilganligini bildirgan bir Xitoy ziyoratimizni qabul qilib, Qashqardagi Xitoy puhralarining vahimi ichida uydan taloga chiqmas bo'lib qolganligini bildirdi. Bu
Xitoy fuqarosi o'z andishasini ifodalab mundaq deydi. O'zimizning hayotig'imi kapolat yo'qligini bildik. Uyimizga mo'kinib o'ltirib, talog'imi chiqolmayapmiz. Bu xil andishalarni Qashqardagi boshqa Xitoy fuqarolari yana boshqa xalqaro axborot vositalariga bildirgan. 2008 yılı 4 Ağustos yüz bergen Səmən yolu vəqəsinin 3 yıllık xatir günü yetib geldi. Bir qism Uygurlar her yılı məzkur vəqədəki 2 Uygur pidayını əsləb, bu günni hər xil şəkillərdə xatırlamakda. 2008 yılı 8 ayının 8 günü ötküzüldüğən Beijing Olimpik müsabiqəsi münasibəti bilən dünyanın közü Xitayğa tikilген bir paytda, yani 8 ayının 4 günü Qashqar Səmən yolunda Abdurrahman Azad ve Qurbanjan Himit isimlik 2 pidayı Qashqar chegara mudofaa qurolliq saqchi ətriti hücum qilib 17 saqchini o'ldirib 16 saqchini yaralandırgan. Dünya mətbuatları larziga keltirilgan edi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.